bilan Minecraft zona do'stlar. Bugun sizlar bilan o'tgan galgidek kreativ rejimga o'tib bu yerda sivilizatsiya yarataman degandim. Unchalik 5 ta like yig'madi, lekin chiqarmasam bo'lmaydi do'stlar. Davay do'stlar, buni endi oxirigacha yetkazishimiz kerak ekanlar. Davay. Qo'yganlar. Boshda biz uylarga karavotlarni qo'yib chiqishdan boshlaymiz. Aholilarimiz yaxshi dam olishlari kerak. Bu yerga karavot qo'yamiz. 3 ta qo'yamiz. Bu yerda o'zi akalar jitellar yo'q. Jitel ham olish kerak. Bular kerak, bu kerakmaydi. Aholilar yo'q. Burada ehsan tutuşası. Burada yeterli. Endi karavotlarni qo'yib chiqamiz. Karavot bormidi? Mana shu yerni qo'llash kerak. Ko'radilar. Mana shu yerga aholilar yetadi. Mana qadar qo'yamiz. Qaniydi? Qayerda turadi? O'rganasizlar. Jitel qo'ysammi? Mana shunga karavot qo'ying. Bu yerga ham bu muammoni yechish kerak. Mana eshik ham qo'yamiz. Eshik albatta. Keyin bu yerga bitta karavot. Mana yerga kerak emas. Mana shu kerak emas. Tosh qo'yamiz. Ishqilib короче kirib ketaveradi. Aqli bo'lsa. Bu aqlsiz jitel buni qurib qo'yganda akalar. Chiqadi endi. Nima qiladi? Chiqadi. Bu yerga kirib ketadi mana. Mana bu yerga karavot. Bu yerda karavot yo'q. To'g'rimi? Bu yerga ham qo'ydik. Bu yerga ham qo'yganmiz. Payg'ambar masjidlariga qo'ymaymiz. Aqlsiz jitel qo'yganman. Yo'q. Bo'lmaydi bu gap. Nimaga kerak bu? Nima chiqadi? Bu yerda karavot qo'yadi. Mana. Bo'ldi. Yerga qo'yamiz. Bo'ldi. Shuni qayer bor, masjid bor. Bu yerga faqat karavot qo'yamiz.
Bu yerni nima qilgan bu yer? Buni ishi ko'p-ku akalar, buni ishi ko'p. Bu qazish kerak endi. Meni sivilizatsiyamda shunaqa narsa ham bo'ladimi? O'rmonlarga keldik, chiqdim bo'ldi. Yana karavot. Bo'ldi, sog' bo'l biratam. Mana bu yo'lga ham qo'ydik. Bu qo'yildi. Bu ham qo'yildi menimcha. Bo'ldi. Menga qo'yilmadi yo'q. Bagalar bu yo'lga qo'ydim, qarang'i joyga. Bu yerdan uyni qurib boshlayveramiz. Bitta voy o'chib qoladi. Bitta taxta kerak bizga hozir. Keyin 1, 2, 3, 4, 5 ta bo'ladi. Hop. Ting. Hop. Vay. Tabii. Böyle. Sonra şifa koyuyorum üzerine. Hop, geçen bir şey yaptım. Yi. Düşmez ki itletçe. Hop.
Ay. Bir yerga. Bo'ladi. Keyin to'xtavoramiz. Ertaga yana ishni davom ettiramiz akalar. Xo'p. Sal teparoq. Bo'ldi. Bu yerga bitta teshik ochamiz, chunki buni o'ynashga kerak. Hop. Xo'p, buni ham o'rtasidan teshamiz. Voy. Buni ham qurish shunchadan so'ng ketadi. Mana akalar, bu uyni ham qurib bitirdik. Keyingi uyni ham hozir qurib bitirib yana sizlarga ko'rsatib boraman. Mana akalar, 3-chi uyni ham qurib oldik. Mana yana ozgina o'zgarish kiritdik. Mana shu endi bog'larni ko'paytiramiz akalar, bog'larni. Mashtarga ozgina o'zgarish kiritib ozgina parnik qilib akalar o'zgarish kiritsak normalniy sivilizatsiya bo'ladi degan umiddamiz. Voy. Ikki marta shunaqa qilib qo'ysak bo'ldi. Endi yonboshlarga qilib qo'ysak normalniy bo'lgan bo'lardi. Mana. Mashina qilayinda qo'lim qichayapti. Mana bo'ldi. Tovuq havolaydik. Xo'p. Endi ishga chiqadigan joy qilsak o'zlari qarab ketishaveradi bizani bolalarni. Ashta mollarni fermasini quramiz. Mana shu yerda
Voy. Keyin ketaveradi endi. Chiq. Kim bo'lsang ham. Hop, bunu mana qilamiz. Bu endi yopish kerak. Bu yerga endi bu yerga mol. Qo'y. Mol. Bu yerga kelib qoldi. Bu kishda yonib turish uchun ko'ramiz. Tane mol. Hop, şimdi. Hop. Şuna koyarız. Anormalini duralım. Endi o'zgarish ko'rasiz endi. Normalniy. Hozircha normalniy. Hozircha bo'ladi. Yana ekinlarni ekish kerak mashitga. Hozirdan ekin qilamiz endi. Buni ham hozir 5 minutga tukka hozir oldiraringizga chiqarib beraman. 1 2 3. Mana. O'zgarildi. Mana bu ko'ldan suvlar olib keldik. Bu daraxtlarni chopib tashlash kerak. Kerak emas. Hop, yana nimalar qilsak bo'ladi? Uylar qurdik. Yana nimalar qursak? Mana shu yerdan uy quraman va videoni yakunlayman. Ketdi. Xubayalar hozir 5 minutga tayyor bo'ladi. Mana akalar. Keyingi uyimizdan qurib bo'ldik. Ancha katta bo'ldi. Ancha katta. Bo'ladi shu bizani sivilizatsiya. Endi yana oxirida bitta narsa qilmoqchiman. Bitta narsa.
qo'riqchi kerak-ku bizga. Zombi yoki bir narsa bostirib kelganda bitta narsa kerak bo'ladi. U bizning har doimgidek qahramonimiz Tuk. Mana shu odam kerak bo'ladi bizga. 3ta qo'ysak normalniy bo'ladi. Voy. Uchta bo'ldimi shunda? 3ta bo'ldi. Qo'riqchilar bo'ladi. Xo'p, shunda sizlar bilan akalar shunda mine zona bo'ldi do'stlar. Kanalga obuna bo'ling va like bosing do'stlar. Sizlar bilan mine zona bo'ldi. Yana shunday 5 ta like bo'lsa aniq buni yana bitta 4-qism yo'q 5-qismini chiqaraman do'stlar. Xayr, obuna bo'ling. Sivilizatsiya va biznes har doim davom etadi do'stlar. Xayr.